12si borlar diqqat. Yana bitta zo'r funksiya. Magic 909 ga smart funksiyasi bor ekan, Tracker 12sida. Buni qanaqa qilib yoqishni ko'rsatamiz sizlarga. Xo'p, mashina yurgizilgan mana. Nastroyka bo'limiga o'tamiz. Oxirida mana avtomobilga o'tib, pastroqqa tushganimizda mana distansioner blokirovka zapusk bor. Bitta biz shuni bosamiz, и pastroqqa tushib mana passivniy dveroy zamokni bosib, включить qilib qo'yamiz mashina. Bu qanaqa funksiya desalaring, shunday mashinadan tushib ketaverasizlar, mashina o'chirib, где-то bir 1 minut 30 sekund bo'lishib avtomatik mashina o'zini qo'lplab oladi. И kelib qo'llaringda yoki beskiruvchi dostupni ochib olishlaring mumkin. Kelib zo'r funksiya, juda ko'pchilik esidan chiqib qoladi, boshqa bo'ladi bu nimalarni qulflash boshlanadi. Mejga ishlatgan ayniqsa juda ko'p qiynalyapti. 909larda xuddiki smart funksiya uzoqlashib qo'yib, yaqinlashib o'chiradigan. Buni qilganimizdan keyin bitta yumchani bosib, mashina o'chirib tushaveramiz akalar. Mashina o'chirdik, mana pult akalar qo'limizda. Mashina shu mashinada umuman Magic pult qo'yilmagan, eshitdim. Havo zavodiga mashinadan tushib 2 metr uzoqlashamiz mana hozir. 2 metr uzoqlashganimizdan keyin mana bitta ovozga pop deb signal chiqarib, akamiz melodiyani qo'ydirib olgan ekan. Pop deb qulplab berdi. Mana endi kelib ochamiz mana akalar. Eshigimiz qulf mana. Pult qo'limizda. Endi buni ochish uchun pult belingizda bo'ladi, ochish qiyin. Beskiruvchi dostupda bitta bosib shunday ovoz beradi, mashina chiqib, mashinani yurgizib, xotirjam ketaverasiz. Chunki bu Magic 909 original domen pulta qilishida akalar, birga bir, lekin maza qilib ishlatadigan funksiya akalar. Bu videosi foydali bo'lsa, like bosib jo'natib qo'yamiz. Tracker 12 bor ekan.